Avvalambor assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi o'sha trenddagi o'sha mashhur afsona fason darvozamizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, buni qisqacha obzor qiladigan bo'lsak, bunga ishlatilgan materiallar, kraskalar, xo'p, qaysi holatda qanaqa bo'lishlari, xo'p, nержавейкалariga alohida to'xtalib o'tamiz. Bu videoni shoshilmasdan o'tkazib yubormang. Xo'p, qisqacha videomizni boshlaymiz. Bunga ishlatilgan materiallarga keladigan bo'lsak, har doimgidek yondorlari aslamnoy darvozani ushlab turadigan narsa ikkita stoykasi yondori bo'ladi. Yondorlari o'nlik rossiyskiy shvellerdan foydalanib berganmiz. Xo'p, endi bundan keyingi ikkinchi vazifasida yon stoykalari. Yon stoykalari 6x4 profil 1.7 stenadan bo'lgan. Xo'p, endi uchinchi masalada listlarga keladigan bo'lsak, listlar har doimgidek baquvvat, shumli. Xo'p, 1.8 plyusovoy listda bo'lgan, shumkali qilingan. Xo'p, uchinchi holatlarda gruntovka sepilgan, gruntovka holatlari bor. Undan keyingisi kraskalari toza avtomobilning kraska sepilgan. O'sha 5 yil garantiya beriladi darvozamizga. O 5 yil garantiya nimalarga kiradi? Darvozaning kraskasi aksariyat holatlarda palaxsa bo'lib ko'chib ketganini ko'rgan bo'lishlaring mumkin. Bu unaqa holatga kelmaydi. O'sha kelsa ham 5 yil garantiya beriladi. 100% как положено yangitdan qilib sep beriladi. Kimda agar shunaqa holat bo'lsa, xo'p, nержавейкалariga keladigan bo'lsak, nержавейкалariga ham bir o'zingiz alohida ahamiyat berasiz. Xo'p, nержавейкалар ham o'sha 2 xil, 3 xil variantda bo'ladi. Bular ham o'sha temirda yaltirog'i bo'ladi. Bu haqiqiy o'sha stal zanglamaydigan nержавейкалар bo'lgan. Chunki orqasidan zang va havo kirmagani hisobiga zanglashi mumkin. Bu unaqa bu narsa bo'lmaydi. Xo'p, endi orqa holatini ko'rsanglar ham bo'ladi. Orqalariga ham alohida ahamiyat berasizlar. Har bitta darvozamiz shunday bo'ladi, orqa darvoza ko'rinishi. Darvozamiz mana orqa ko'rinishini ham ko'rsalaring o'ta skromniy chiqqan, ortiqcha bachkanasiz, ortiqchalik nimalari yo'q, skromniy holatda. Xo'p, buni pachimlikli shanrlarga keladigan bo'lsak, 3 tadan qilib bitta qanotga 3 tadan, ikkita darvozaning qanotiga 6 ta shanrli pachimlikli qo'yib berganmiz. Xo'p, yana bitta aksariyat holatlarda ko'pchilik so'raydi talab va taklifiga ko'ra. Xo'p, oldingi eski darvozalar bitta qo'lda pastda. Yo'q, hozir unaqa emas. Mana kimga shunaqa bitta qo'lda qiynalmasdan ochasiz, mana ikkala darvozasi xo'p ochiladi. Shunday bitta qo'lda hech kim yosh bola ham kelib ochib yopaveradi. Mana bitta qo'lda buraysiz, yopildi. Xo'p, endi kichkina qanotlarga keladigan bo'lsak, kichkina qanotini ham mana alohida ahamiyat berasizlar. Chiroylab o'rnatib berganmiz. Xo'p, ochilib yopilishlari xuddi gelik bor-ku, gelikni kayfini beraveradi darvozamiz. Xo'p, 10lik zamok qo'yib berganmiz, zubur zamok. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dostavka, ustanovka mutlaqo bepul.